Hem de 20 noyabr Amerika parlamentida o'tkazilgan isbot anglash yig'inida tunji qatim balki Amerikada o'tirib qo'yilgan masala bo'lishi mumkin hamda. Chunki butun davlatlar bilganimizdek bugungi mavjud, ya'ni bizga teng olgan Xinjiangni ishlatadigan. Albatta undan burun ya Gollandiyada mı Şarkı Türkistan işletiş kerak deb meclisde o'tirib qo'yilgan bo'ldi. Lekin men adamda şu Sam Brown pek ilgirki xalqaro diniy erkinlik masalasi sobiq alayda vakili Sam Brown pek şu hukumatning rasmiy hujjatlarida Sharq Turkiston iborasini ishlatish kerakligini tilga oldi. Va shunda dediki bu yerda xuddi Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq davlatlar azaldan Rossiyaning zimini bo'lmaganidek Sharq Turkiston va Tibetning azaldan Xitoyning zimini bo'lib boqmaganligini, Sharq Turkistonning Xitoyning yangi chegarasi emasligini, bu sabab hukumat hujjatlarida Xinjiangning o'rniga Sharq Turkiston kalimasini ishlatish kerakligini, Xitoyning navbatda ham bu jazo lageri jinoyatlarini, majburiy emgak jinoyatlari hammasini ijro qilayotganligiga to'xtalib, nihoyat muhim so'z qildi hamda bu yerda. Va Xitoyningki dindan bütün dinga qarshi urush qilayotganligi, hatto bizning atom bombalarimizdan, qurollarimizdan bakrak dindan qo'rqadigan bir rejim ekanligini dedi hamda. Siz şu bu tushunchaning Amerikada o'tirib qo'yilishi bu vaqtdagi fikrlaringizni almasak. Bundaq faaliyetler nihoyat muhim. Çünkü mening ismim Erkin bo'lgan bo'lsa, men xalqning Erkin deyishini xohlamayman men. Çünkü benim ismim bu. Yani sen maaşlar beni mandat tanış lazım. Bunu hatta konzumu diyen. Yani chat halklarının ki ismini chat halkının ağzında yazış lazım. Vakana Xitay partisinde yazış lazım deydi. Mesela bir diplomasi vaka oldu, bir can vaka oldu bizim. Vakana Xitayca yazgan olsa Xitay partisinde. Ama o yer isim olsun, kişi isim olsun. Aşı milletinin ismini de yazıyor. Ama Xitay bu isimlerini özgertiyordu. Ve Şarkı Türkistan'da bazı Uygurlarma Xitayca isim koyuyordu. O Moğolistan'da, İçki Moğolistan'da, Cenubi Moğolistan'da buluyordu. Hazır Şarkı Türkistan'da mı buluyordu? Şununla bu xil jurtumuzunki, atababamızınki mirası olan jurtumuzun ismini biz Şarkı Türkistan deb atagandan keyin bizninki degan talablarimiz to'g'ri bo'ldi. Xinjiang degan va ya Xiyu degan Xitoy qo'ygan narsa. Ama bizninki degan narsa emas. Yani biz qo'ygan ism emas. Shuningga bu xil faaliyetler muhim deb o'ylayman. Bayağı siz degandek bu rayonninki Xitoyning to'prog'i bo'lib boqmagan degan anglama güçlendiriş için tırışmak lazım. Ve bu rayondanki bir müstemleke rayon bo'lganligini aniqlab qilish. Tabii bu asan to'xtamaydi. Bir chetdan akademikda tadqiqot bilan o'tirib qo'yish, bir chetda siyosiyonlar arasında ortak bir ko'z qarashga kelish. Bundan boshqa xalqaro qonun bilan buni aniqlash degandek nurg'un sohalar bor buni qilish. Asan to'xtamaydi. Çünkü bu Viyana kelişiminden keyinla bir devletinin iç kişilerge arlaşmaydigan bir kaydını oturup koydu. Bu kayda hem de bazen de bozuluyordu. Mesela Yugoslavya takılıp onundaki Sırplar, Müslümanlara ırkı kırgınçılık siyasetine ilip bakanda ki bir hukum peyda oldu. Yani mesuliyetinin kovdunuşu deydi. İngilizce kısaltması R2P deydi. Bu nimo deganda bir devletning ichida ba'zi xalqning shu qiyinchilikda, ochaqchilikda, tajovuzda, shu jangda agarda qo'g'diyolmasa, boshqa davlatlar qo'l silib qo'g'diyolaydi. Bu nimo deganda abaqa degan ichki ishlarga aralashmaydi degan o kelishimni bozdi degan gap. Şununla bu ulus devlet kurulgandan keyin bütün rayon, bütün ülkemin, bütün rayonların hammanla pul samanla o bu degan bilan ba'zi vaziyatlerde qo'l sog'li bo'ldi. Bunun kimi
xalqaro qonunlarga tayinlangan taraflama var. Şununla bu Şərq Türkistan'ın Xitayning bo'lmaganligini, Xitayning işgal qilingan bir rayon bo'lganligini, işgal rayonda mustamlika siyosatini ilib berayotganligini ve onu az deb insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotganligini ve irqiy qirg'inchilik siyosatini ilib berayotganligini devamlı jakalandırıp şu maqsadga erishish lazım. Yani Xitayning zimin emas. Xitayning zimin emas degan yerda shu xalqaro siyosiy sohalarda qabul qilingan taqdirda ikkinchi qadamda Sharq Turkistonni qutqizishda osonga to'xtaydi. Shuningga bu asas meseleler. Yani isimni o'zgartirish, rayonningki mohiyatini aniqlash degandek bu faaliyetler nihoyatda muhim faaliyetler. Xo'sh. Xo'sh. Ko'p rahmat.